Brendni patentlashda eng muhim savollardan biri jismoniy shaxs sifatida patentlaganim yaxshimi yoki yuridik shaxs nomiga patentlaganim yaxshimi? Hozir tushuntirib beraman. Agar siz jismoniy shaxs sifatida brendingizni patentlasangiz, xarajat arzon, brend to'liq sizga tegishli bo'ladi. Lekin bitta minus tomoni, keyin firmaga o'tkazmoqchi bo'lsangiz, qo'shimcha shartnoma vaqt va xarajat talab qiladi. Agar siz nomni yuridik firma nomiga o'tkazadigan bo'lsangiz, ya'ni yuridik shaxs sifatida patentlaydigan bo'lsangiz, brend biznesi aktivga aylanadi. Franchising, litsenziya berish, sheriklik qilish oson bo'ladi va investor ko'zi bilan qaraganda ishonchlilik darajangiz ortadi. Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, biznesni endi boshlagan bizneslar uchun, tadbirkorlar uchun jismoniy shaxs sifatida patentlagan yaxshi. Sherikchilik asosida ishlayotgan katta firmalar uchun investorlarni jalb qilish uchun firmani nomiga brend nomingizni patentlab olganingiz yaxshi. Qaysi variant sizga to'g'ri kelishini kommentariyada yozib qoldiring, yo bo'lmasam bizga murojaat qiling, biz to'liq tushuntirib beramiz.